40 bo'lsa beraman naqd bo'lsa. Naqd bo'lsa 40 ga ham ber. Eshik almashganmi aka buni? 44 savdosi bo'lgan, chirigan joylar bor mashina. Assalomu alaykum. Denov mashina bozoridan bugun ham narxlarni ko'rsatib o'tamiz. Sotmoqchi olmoqchi bo'lganlar kommentariyada Telegram manzilini qoldiramiz, o'tib e'lon bersa bo'ladi. Videoni chet davlatlardan ko'rayotgan yurtdoshlarimizga alangali assalomu alaykum deb qo'yamiz yana bir bor. Qani hammani Ramazon oyi bilan tabriklab qolamiz. Bo'lmasam videoni boshladik. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2miz metanda yuradi. Qanday aka, motorlar, korobkalar? Motor, hadovoy korobka yaxshi. Yaxshi holatda. Bir 20 kun bilan ustaga bormaymiz, a? Yo'q. Kraska nima deymiz? Kraska bor. 30% kraska. 30% kraska. Balon holatlari yaxshi holatda, orqa balonga yangi balon taqqan ekan. Ichki holatga o'tadigan bo'lsak. Poligi bor, chexol bor mashinada. Yaxshi holatda. Aka qancha yurgan bu? 2 yildan oshgan. 2 yildan oshgan ekan. Bahosini qancha qo'yapsiz? 55. 55 million aytilyapti. Qancha savdosi bo'ldi? 43 gacha bo'ldi. 43 gacha savdosi bo'lgan. 45 bo'lsa ketdimi aka naqdiga? Ha, beramiz. Naqd bo'lsa 45 ga ham berar ekan akamiz mana. Variant barterchi. Barterga variantdan bor. Barterga qaysi mashinalarga? Xohlagan mashinaga barter bo'ladi. Matiz Spark bo'lsa ketaveradi, Cobalt'lar boshqasiga ham. Variantga boshiga 20 million bersa, qolgani berishamizmi? Necha? 5-6 oygacha. Telefon nomer 99 377 377 5350. 5350. Qayerda mashina deb qo'yamiz? Oltinsoy. Oltinsoyda mashinasi izlaganlar Nexia'ni gaplashaveramiz. 2009-yil 1.6 propan Metan. metanda yuradi. Xo'p, balon holatlari o'rtacha. Kraska nima deymiz? Kraska sepilgan, Asfijit qilingan mashina. Yurgani? metani bor. Yurgani 3 kuruq. 3 kuruq yurgan polik chexoli bor mashinani, salon yaxshi holatda. Metanda. Motor, korobka, hadovoy Hamma zamon zo'r. Motor qilingan, yaxshi hadovoy qilingan ekan, ishi yo'q. Necha pul bo'lsa endi savdosini qilamiz buni? Aka 40 bo'lsa beraman naqd bo'lsa. Naqd bo'lsa 40 ga ham beraver ekanman. Telefon nomer 99lik 99 377 377 5350. 5350. Variant bo'lsa 50 ta aytamiz. Naqd bo'lsa 40. 40. Naqd bo'lsa 40. Savdosini bersin. Xo'p, 2009 yana bu Nexia'miz ham metanda yuradi, 1.6 motor. Motorlar hadovoy. Xo'p, dehqon olib sotar. O'zimizdan. Dehqon ekan, yaxshimisiz, salomatmisiz? Kraska nima deymiz? Arqa kirlarda bor. Orqa kirlarda kraskasi bor ekan, 4 ta yumshoq bilan bosilgan. Xo'p, Lenon polik chexol bor. Yurgan necha deymiz? 70 ekan. Qancha savdo bo'ldi aka? Necha pul aytyapsiz? Qancha aytilyapti narx? 55. 55 million. Naqd bo'lsa 45 ketdimi aka? Qancha bor yana? 50lar bo'lsa beramiz. 50 ga borib bo'lsa beramiz deyapti. Telefon nomer 97 97 bilan 786 786 0015. 0015. Variant barter. Naqd Faqat naqdga. Qayerda mashina? Muzrabot. Muzrabotda mashinasi ekan. Gaplashaveramiz yuqoridagi telefon orqali. Nexia 1 izlaganlar bo'lsa ko'rsatib ketamiz. 2008-yilda ishlab chiqarilgan metanda. Qanday motor, korobka, hadovoy? Motor zo'r, korobka zo'r, bir so'mlik ish yo'q. Plus 1 so'mlik ish yo'q, 20 kundan keyin ustaga chopmaymiz, a? Yo'q. Motor hamma tomoni zo'r. Kraska nima deymiz? 4 ta pachka balon. 4 ta pachka balon bosib qo'yibdi, asfijit bo'lingan. Oldi orqa pechadi o'zi. Oldi orqa o'ziniki ekan. Lenon ham polik, chexol. Yurgan necha deymiz? Pul tugacha ham bor ekan. Yurgan aytamizmi yoki tablo almashganmi? Tablo almashgan. Nexia 2 tablo qo'yilgan. Nexia 2 tablo qo'yilgan, almashgan. Orqa holatlari. Necha pul aytyapsiz endi buni? 55 deyapmiz. 55 million aytilyapti. Savdo qancha bo'ldi? Savdo 44 million bo'ladi. 44 savdosi bo'lgan, chirigan joylar bor mashina. Naqdiga bo'lsa necha ketdi aka? 45 million bo'lsa beradi. 45 ishtiriga ketadi. Variant barter. Yo'q, variant yo'q. Faqat naqdga. Qayerda mashina deb qo'yamiz? Oltinsoyda. Oltinsoyda mashinasi. Telefon nomer 99lik 99 059 059 76 76. 76 76 ga chiqaveramiz, savdosini bersin.
2013-yilda ishlab chiqarilgan qani Nexia 2miz super kondisionerda metanda yuradi. 75 million Kraska aytilyapti. yo'q, toza. Kraska yo'q, toza dehqoni. Ha, dehqon. Qayerda mashina? Japrvonda mashinasi ekan. Xo'p, linoleum, polek, chexol bor. Kurik bo'lgan. Ikki kurik yurgani. Qaytarilmagan. Qaytarilmagan halol yurgani. Qancha savdo bo'ldi? Dadam necha pul savdo bo'ldi? 65 savdo bo'ldi. 65 savdo bo'libdi ekan. Bitadigan necha deymiz? Shundan gapiring. 70 dan 1 so'm o'tib beraman. 70 dan 1 so'm o'tib beradigan joyi bor. Variant barterichi. Yo'q, naqd qafas. Faqat naqdga ekan. Telefon nomer 97. 97 bilan Ha, 690 690 31 21. 31 21. Ha, Yeshanba oyi ikomizdan bir kamera olib, biz ham televizorga chiqib, qachongacha tushib yuramiz. To'g'rimi Yeshanba? Mana shu akamizniki Televizorga chiqib, to'g'ri. o'zi savdosini qilyapti. Ha, kelishib beramiz. Kelishtirib beradigan joyi bor. Savdosini bersin. Nexia 1 so'raganlarga ko'rsatamiz. 2005-yilda ishlab chiqarilgan metani bor. 55 million. Motor, korobka, ходовой qanday aka? Olgan odamga xarajat qilmaydi-mi? Qilingan ekan motorlar. Balonlar yumshoq bo'lgan 4 tani taqib qo'yibdi. Kraska nima deymiz? Kraska. Bo'ladi, tekni mayda juda. 10%, 20%. Shunday edi. 20% da bor, kraska. Xo'p, linoleum qilingan polek chexollar yurgani 629 ming ekan. Tablo almashmagan a? 629 ming. Necha pul savdosi bo'ldi? 5 dan past turyapti. 45 dan past savdo bo'ldi. Aka, bo'ladiganini gapiring, necha pul naqdga sanaymiz? Endi 45 dan baland bo'lsa ko'raman. 45 dan baland bo'lsa savdo qilar ekan. Qayerda mashina? Angor. Angorda mashina ekan. Telefon nomer? Telefon nomer 94lik 94 512 512 36 33. 36 33. Variant barterga. Variantga bo'lsa aka 20 millionni berdi. Qolganiga necha pul beramiz, necha oy kutamiz? Ko'ramiz-da, qaraymiz. Qanday bo'ladi? Unday savdo qilib ko'rmagan. Telefon orqali gaplashaveramiz, a? Nexia izlaganlar bo'lsa gaplashamiz mana. 2010 Nexia 2 izlaganlar bo'lsa 16 gaplashamiz mana. Metanda. Qanday ekan motorlar, korobka, ходовойlar? Ходовой zo'r aka. Aybi yo'q, motor korobkada aybi yo'q. Aybi yo'q ekan, kraska nima deymiz? Kapotda va kolosida bor. Kapot kirlarda kraskasi bor. Yurgani 130 ming yurgan balonlar yumshoq balonda. Ichki holatini ham bitta ko'rsatib ketamiz. Polek barlar qilingan. Ko'rib turganimizdek mashina taxlangan. Donasi. Aka qancha aytyapsiz buni? 60 deyapmiz. 60 million. Naqd qancha bo'ldi savdosi? 50 bo'ldi. 50. Qancha qoldi kami? Kelishamiz, telefon qilasiz. Oxirgi beradigan 53 bo'lsa beraman. 53 bo'lsa mana naqdga ketar ekan. Variant barter Yo'q. faqat Naqdga. naqdga. Qayerda mashina? Toshkentda mashinasi. Toshkentda Endi mashinasi. aviasini beramiz. Davirni ham ketaveradi. Generalni ham. Generalni beraman. Avtomobili qanday? Qolsa avtomobil, qolsa gen farqi yo'q. Ketaveradi. O'z nomingizda. Telefon nomer 97lik 97 786 786 0055. 0055 ga chiqaveramiz. Nexia 1 so'raganlar bo'lsa ko'rsatib ketamiz. Mana 50 million aytilyapti. Qara. Metanda 1.6 motorni almashtirib qo'yib qo'yibmiz, a? Mana salonlarni ko'rsating. Hoppa. Salonlarni Linoleum polek barlar qilingan. orqalarda metan. Hop, 6 kurukdan oshib yurib qo'yibdi, metan bor. Hozir orqasini ochamiz. Eshik almashganmi aka buni? Metanni bosib qo'yibmiz. Kraska nima deymiz aka buni? Kraska nima deymiz? Kraskasi bor aka. Necha foiz? Kapotlarga birlikda Kapotlarda kraska bor. Balon holati o'rtacha ekan. O'rtacha. Qancha narx aytyapsiz? 50 deyapmiz. 50 million aytilyapti. Qancha savdosi bo'ldi aka? Savdo har xil bo'lyapti aka. Oxirgi 35 million savdo bo'lyapti. 35, 38 lar bo'lyapti.
40 dan pastiga ketdimi naqdiga? Gaplashamiz aka. Variant barter. Barter ham qilamiz, variantga ham gaplashamiz. Barter qaysi mashinaga? xohlasin Jiguliga, xohlasin nima moshin bo'lsa Martez Jiguli Tiko ketaveradi. Ha, ketaveradi. Variantga bo'lsa 15 million bersa, qolgani yana Ha, unisini kelishamiz. kelishadigan joyi bor. Telefon nomer? Sizga telefon nomerini aytaman. 90 bilan 645 645 92 00. 92 00. Qanday motorlar, xadovoylar? Xadovoylar aka, moy-poy yemay, hech narsa yemay, korobkalar hammasi joyida. Nima qilgan? Mana bu orqa Ya, almashganmi? Nima qilgan? kraska sepilgan. Chizilgan, ha, kraska sepilgan. Kraska sepilgan ekan, o'sha bilinib turibdi. Bilinib turibdi. Eshik boshqacha bo'lib turibdi, orqa boshqacha bo'lib turibdi. Kraskasi bor aka, yo'q emas. Qolganini ham ko'rib gaplashaveramiz. Qayerda mashina deb qo'yamiz? Deno. Denoda mashina ekan. Savdosini bersin. Katamoni birovga. Xo'p, 2008-yilda mana Nexia 200 deganlar bo'lsa, ko'proq kondisioner ishlaydi buni. So'ngan qisib yoki tishida, mekanda. Motor xadovoylar zo'r holatda. Oktyabrda taxlangan ekan. Kraska nima deymiz? Kraska eshik pastida bor. Paroklarda bor ekan, muzikani tashlab muzikani nima? Nima ovoz chiqardi aka bu? Gulishtinda, orqa gulishtinda. Gulishtirlagan, xo'p. Inonim poliklar, chexollar bor mashinada. Yurgani 319 ming halolmi? Halol. Xo'p. Gulishtirda hozir ovoz chiqar ekanda, ozroq chirigan bor ekan. Qancha aytyapsiz endi buni? 50. 50 million aytilyapti. Qancha savdosi bo'ldi aka buni? Savdosi hali bo'lgan yo'q. Naqdiga 47mi aka? Telefon qilsa ko'raveramiz. Lekin sal past. Nechi bo'lsa bitkazib yuboramiz? Naqdiga. Naqdiga 45 bo'lsa. 45 bo'lsa bitkazamiz buni. Kelishtirib aytaylik buni. Kelishgan. Motor qilgan, motorga har. Ko'rgan odam videoni o'tkazib yubormasin degan, shu videoni shartta to'xtatib telefon qilib yuborsin sizga. 45 tani o'tib beramiz. 41 mana ketdi, 41. Jazman telefon qilsin. Kelishaveramiz. 41 bo'lsa ham olib baraka deb yuboramiz, a? Sal pastda qiladi endi qashqirlar. Sal tortishaylik endi, qani ayting endi. Didda ayting, didda. 42 bo'lsa ketargan mana. Telefon nomer 91lik 91 232 232 12 12. Qayerda mashina deb qo'yamiz? Qiziriqda. Qiziriqda mashinasi ekan. Eksport variant. Nexia 2 Donus 1.6 metanda motorlar, korobka, xadovoylar yo'q ekan. Xo'p, eshikning pastida betnolar bor. Balonlar o'rtacha holatda, yumshoq balon ko'rtalasi ham. Qo'llar ham bor ekan. Yana shu yerda paydo bo'lib qoldimi men? Chexollar, poliklar bor. Qimmat chexoldan qo'yilgan. Qimmatdan bosib qo'yibdi. Yangi oltinmi bu mashinada? Pullar. Metan zapaskalari bilan bor. Nimalarni ko'rsatib Qancha aytyapsiz aka endi buni? 65 aytyapmiz aka, kami bor. Chirilmagan ham, qilinmagan ham hamma taraf. Bir qo'lli mashina aka. Bir qo'lli mashina yaxshi holatda. 65 dedikmi? 65 deyapti. 65. Qancha savdo bo'ldi? Bizcha yo'q. Bo'ladiganini ayting aka. Ko'rgan odam video o'tkazmasinda birdan telefon qo'yarsin. Kelishib beramiz. Qancha kelishtiramiz? Narxini gapiring. Naqd bo'lsa kelishib beramiz. Naqd O'tib beramiz. qancha? 55 ketdimi naqd? Beramiz 55 sal o'tkazib. 55 dan sal o'tsa beramiz, a? Nomer Nomer 88 88 169 169 88 88 89 90 89 90 100 boshlaydi. 169 88lik 169 89 90 nomer. 89 90. Qayerda mashina deb qo'yamiz? Bu Azarbog'i. Azarbog'da kelgan. Halol yurgani necha dedik buni? 141 ming yurgan ekan. Telefon qilaveramiz mana. Nexia 200 deganlar bo'lsa. Nexia 2 da davom etamiz. 2965 million aytilyapti. Biz cho'zib o'tirmaymiz. Narxni sirazi joyida aytamiz. Metanda qanday aka motor, korobka, xadovoy Motor polni qilingan. qancha vaqt bo'ldi? 1 oyga yaqin bo'lib
Bir oylar bo'lib qolibdi ekan. Kraska nima deymiz? Kraska bitta eshigida kraska. Bitta eshikda kraska bor, to'rtta balon, yumshoq balondan o'rtacha holatda yurgani qancha bu? 298 ming yurgan. Mashina o'zingizdan bir qo'l. General bo'lsa, general ham ketaveradi. Hujjatda muammosi yo'q. Qancha aytamiz narxni? 65 ta kelishdi. O'sha 65 ta naqdiga qancha sindiramiz aka? Bitadigani qilib. Naqd bo'lsa 50 Naqd 55 bo'lsa ketar ekan. Qayerda mashina? Deynovishdan. Denovishdan avtomashinasi. Telefon nomer 91 900 Kanal bor aka. 3008 Surxon baraka. Baraka. Aloqaga chiqaveramiz.